Assalamualaikum, hörmətli qarindaşlar. Şərq Türkistan sürgündə hökuməti televiziyasının xəbərlər proqramısında görüşənləri qızğın qarşı alırız. Yangi Zelandiya Milliy Partiyası hökumət axbarat orqanları Xitayning Uyg'urlarga qilayotgan qilmishlarini hamba yilish kerak dedi. Əmgək Partiyasının parlament a'zosi Louisa Wall hökumətning Xitayning Uyg'urlarni majburiy əmgəkə selishiga qarata texim ko'p ishlarni qilishi, Xitayning Uyg'ur va Falun Gong xalqiga tutgan muomalasiga texim kuchli pozitsiya tutish kerakligini aytdi. Xitoy, Yangi Zelandiya, Amerika, Angliya, Avstraliya, Kanada va Yaponiyaning Uyg'urlarga tutgan muomalasiga qarata besimga duch keldi. Wall Xitoy Kommunistik Partiyasining harakatini nazorat qiladigan dunyoviy siyosatchilar to'ri bo'lgan Xitoyga qarshi parlamentlar ittifoqining birlashma raisi. U Xitoyning Uyg'ur va Falun Gong orasidagi siyosiy mahbuslardan yurak, o'pka, ko'z va teri qatorliq a'zolarni yig'ib, dunyo bozoriga mulozimat qilganligini o'tirg'a qo'ydi. Davlatlik tashqi ishlar bayonotchisi Gerri Bronnli Yangi Zelandiyaning axborot organlarining Sharq Turkistonda yuz bergan ishlar to'g'risida ega bo'lgan uchurlarni hukumatning o'rtaqlashishi kerakligini, 5 ko'z ulanishining borligini, xavfsizlik organlarining Sharq Turkistonda yuz bergan ishlar to'g'risida yaxshi, kuchli uchurlarga ega bo'lishini va ta'minlashni umid qilganligini. Shunga agar bu uchurlar mavjud bo'lsa, hukumat Yangi Zelandiya xalqiga nimalarning deyilganligi to'g'risida qaror chiqarishi kerakligini, agar mavjud bo'lmasa, mavjud emas deyishi kerakligini aytdi. Bronnlining aytishicha, uning avtonomiyalik jazo qonun loyihasi oldingi hafta bilet tashlash orqali chiqarilgan bo'lib, Yangi Zelandiya hukumatiga boshqalarga zulm qilgan deb qaralgan har qanday o'rin, shaxs yoki hokimiyatga jazo yurgizish huquqi berilgan. Bronni garchi u darhol o'limga erishamizmi, ammo kishini hayron qoldiradigan darajada kuchli uchur yo'lladi. Gerçi biz Birleşken Devletler Teşkilatı sistemisining xavfsizlik kengashiligi rad qilish huquqi tarafidan ma'lum darajada to'sqinlikqa uchraganligini tunib yetsakmi, qandoqla bo'lmasin biz tasdiqlamaydigan ishlar haqida kuchli qonunliq bayonot bera olamiz dedi. Angliyaning bir turkum ta'sir kuchga ega parlament a'zolari hukumatni Xitoyning Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa turkiy xalqlarga qilayotgan dafsanchiligi sababidan Olimpik tantarbiya musobaqasini boykot qilish va paxta mahsulotlarining importini cheklash qatorliq bir necha turli vositalar bilan Xitoyga qarata yanama qattiq tadbir qo'llanishni talab qildi. Bir oy davomlashgan tekshirishdan keyingi dokladda parlament tashqi ishlar komiteti chorshanba kuni Xitoyning Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa turkiy xalqlarga qartilgan jinoyatlari ustidan Xalqaro jinoiy ishlar sudining tekshirishining mumkinchiligi ustida izlanishni tavsiya qildi. Siyosatchi Tom Togindat boshchiligidagi partiya hal qilgan komitet dokladida Sharq Turkistonda ilib berilayotgan vahshiylik xalqaro jiddiy krizisga vakillik qildi. Shunga har qanday madaniyatli hukumatning diqqatini bu jiddiy xalqaro krizisdan boshqa tarafga burishi mantiqiga uyg'un emas deyildi. U hukumatdan texmi kuchli harakat qo'llanib, Sharq Turkistonda davomlashayotgan irqiy qirg'inchilikni oxirlashtirishni talab qildi. Partiya hal qilgan gruppa Angliyaning har qanday diplomatik usuldan foydalanib, Xitoyga besim ishlatib, xalqaro kuzatuvchilarning bo'libmi Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq oliy komissarining Sharq Turkistonga kirishiga yo'l qo'yishni umid qiladi. U yana Sharq Turkistondagi ziyonkashlikdan qochqanlarga tez panohlik berishni qo'llab, G'arbdagi ittifoqdoshlari bilan muqaddas joy ittifoqini tashkil qilishni talab qiladi. Angliya parlament a'zolari o'zlarining 37 betlik dokladida hargiz qaytalanmasin va'dasi bo'yicha Angliyaning Sharq Turkiston va uning sirtidagi vahshiylikka qarshi turish mas'uliyatining borligini, Angliya parlament a'zolari yuz berayotgan haqiqatan qo'rqinchli jinoyatga xalqaro harakat chaqiriq qilganligini, Hikvizion qatorliq jazo lagerlarini ko'zlash uskunalari bilan ta'minlaydigan nazorat shirkatlarining Angliyada tijorat qilishini cheklashini umid qilganligini o'tirg'a qo'ydi. Shundaqla hukumatdan Sharq Turkistonga munosabatlik barliq paxta mahsulotlarini import qilishni cheklash ustida izlanishni talab qildi. Chorshanba kuni Boris Jonson o'zining tantarbiya musobaqasini boykot qilishni o'ylashmaganligini aytib, parlament a'zolariga o'zining tantarbiya boykotlariga tug'ma qarshi ekanligini, Angliyaning dunyoni yetaklab Sharq Turkistondagi kishilik huquq dafsanchiligini ayblab,
mas'ullarga jazo yurgizganligini, shirkatlarni Sharq Turkistondagi majburiy emgak bilan ishlab chiqarilgan import tovarlari uchun javobgarlikqa tortganligini aytdi. Komitetning raisi Toginda tanlash fursatining borligini, tanlamaslikning ajdarhaning milliy hayotiga texmo ichkilab kirish sharoitini hozirlab beradiganlik bo'lganligini aytdi. İsrail Hayyumning bugungi xabarida 75 yoshdagi Birlashgan Davlatlar Tashkiloti mag'lubiyat ichida deyildi. Mag'lub bo'lgan Davlatlar Birlashmasining izbosari bo'lgan Birlashgan Davlatlar Tashkiloti hozir 75-chi navbatlik yig'inini chaqirayotgan bo'lib, garchi zo'r umidlar ichida tug'ilgan bo'lsa-mu, Birlashgan Davlatlar Tashkiloti hozir mag'lubiyatni qabul qilayotgan sistemlik chirigan tashkilot bo'lib, qurg'uvchilar ogohlantirilgan xatoliklarni takrorlaydi. Birleşmenin məğlub bo'lishidagi doim tilga ilingan bir omil natsist Germaniya, faşist İtaliya, Yaponiya va Sovet Rossiya qatorliq nurg'un shtatlarning aralashishi. Germaniya qurolsizlanish masalasidagi ixtilof sababidan ayrildi. İtaliya tajovuz qilganligi va ximiyalik qurol ishlatganlik uchun jazo yurgizgandan keyin İtaliya ayrildi. Birlashma Manchesterdagi qilmishni ayblaydigan doklad e'lon qilgandan keyin Yaponiya yo'lga chiqdi. Sovet İttifaqı 1939-yili Finlandiyaga besib kirgandan keyin qo'g'landi. Birlashgan Davlatlar Tashkilotining qurg'uvchilari Birlashgan Davlatlar Tashkilotining maqsadini ishga oshirmoqchi davlatlarning bu qurilishdan ayrilishini ochiq-oshkora cheklab, bu mag'lubiyatning takrorlanmasligining oldini oldi. Ammo barliq tirishchiliklari Birlashgan Davlatlar Tashkilotini natijaga erishtirolmadi. Qurilib 75 yil o'tgandan keyingi bugungi kunda Birlashgan Davlatlar Tashkiloti inson haqlari dafsanchiligi, irqchilik, demokratiyaga ziyonkashlik qiladigan sesiq bir tashkilotga aylandi. Bugungi Birlashgan Davlatlar Tashkilotida rahbarlik o'rinlari hamisha kishilik huquqni eng nachar dafsanda qiluvchilarga beriladi. Masalan, kishilik huquq kengashining hozirgi a'zolari Mavritaniyani o'z ichiga oladi. Bu yerdagi kishilar terisining rangiga asosan qul bo'ladi. Irqiy qirg'inchilik va madaniyat qirg'inchiligi bilan shug'ullanadigan Xitoy shundaqla Rossiya va Venezuelaning hech qaysining kishilik huquqqa hurmat qiladigan xotirasi yo'q. Saudiya Arabiston Birlashgan Davlatlar Tashkiloti ayollar ijroiya hay'atining a'zosi. Iran yaqinda ayollar huquqiy komitetiga saylandi. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquqni dafsanda qilguvchilarning jinoyatini yoshirishga yo'l qo'ydi. Adamni hayron qoldiradigan Birlashgan Davlatlar Tashkiloti hatto ularning suiiste'mol qilinishiga yordam berdi. Kishilik huquq oliy komissarligi ishxonasi Uyg'ur o'qituvchilarining ismini Beyjingga topshirib berdi. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti sud mahkamasi buni oqladi. Burunqi Millatlar Birlashmasi 1937-yili ximiyalik qurol ishlatganligi uchun Italiyaga jazo yurgizgan bo'lishi mumkin. Ammo Suriya bir qancha yil ilgari shunda qilganda hech qanday jazo yurgizilmadi. Va Suriya hatto 2018-yili Birlashgan Davlatlar Tashkilotining qurolsizlantirish yig'iniga riyosatchilik qildi. Birlashgan Davlatlar Tashkilotining yana Isroiliya bilan sog'lom munosabati yo'q. Bu harakatlar faqat muztag'ning bir uchi. Birlashgan Davlatlar Tashkilotida keng tarqalgan irqchilikning isboti. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti va uning tarmoqlari qo'llangan bu harakatlarning hammasi Birlashgan Davlatlar Tashkilotining kishilik huquq xotirasining burunqi birlashmanikidan nachar ekanligini isbotlaydi. Birlashgan Davlatlar Tashkilotining bu qilmishi bak qabih bo'lib, Gitlerning Germaniyasini kishilik huquq kengashiga, Mussolinning Italiyasini qurolsizlantirish yig'iniga kirgizganga o'xshash hisoblandi. Vatan tushunchasi bilan islom tushunchasi orasida bir-birini chetga qaqirgan ziddiyat yo'q. Ulug'vor g'oya oldi bilan ma'lum territoriyada, ma'lum mamlakatda ish qilib, hokimiyat himoyasida kuchaydi, taraqqiy qiladi. Aksicha besh qo'lni bir vaqtda eg'izga sog'lab bo'lmaydi. Bu muqaddas g'oya uchun bir o'r zamin, hech bo'lmaganda o'zimizga tava bir o'g'isi bo'lishi zarur. Ma'lum bir vatanda bir hokimiyat qo'lga keltirilmaydigan har qancha cho'ng shuarmo bizni qutqizolmaydi. Tarixdagi Andalus fojiasini eslab o'tsaklar tushunishlik bo'ladi. Hurmatli ko'ruvchilar, xabarlarimizni ko'rganingiz uchun ko'p rahmat. Kelar qitimli programmamiz ko'rishguncha Allohga omonat bo'linglar.